Git hooks mavzusiga bag'ishlangan amaliy darsimizni boshlaymiz va local repositoryda .git folderini ko'radigan bo'lsak, hooks folderi mavjud. Va ushbu hooks folderining ichida sample tariqasida fayllar bizga ko'rsatib o'tilgan. Ixtiyoriy git hookni yaratish uchun sample extensionini olib tashlaymiz va git hook nomi bilan bir xil bo'lgan faylni o'zini yaratamiz hooks folderining ichida. Misol tariqasida pre-commit hookini yaratmoqchi bo'lsak, pre-commit faylini yaratamiz. Ushbu faylning ichida bash sintaksisida xohlagancha logikalarimizni yozishimiz mumkin. Tekshiruvlar bo'lishi mumkin, filtr bo'lishi mumkin, bironta fayllarni kontentlarini merge qilish mumkin yoki yangi fayl yaratilishi mumkin. Ushbu faylni yaratganimizdan keyin bu faylga albatta executable permission berishimiz kerak. Chmod komandasidan foydalanishimiz mumkin. Hookni yaratib olganimizdan keyin ushbu hookni tekshirishimiz uchun albatta biza commit qilib ko'rishimiz kerak. Shu maqsadda kelinglar bironta fayl yaratib, unga content yozamiz va ushbu o'zgarishlarni staging arrayga hamda commit arrayga olib o'tamiz. Pre-commit hookimizni commitdan oldin ishlagani uchun commit outputlari chiqishidan oldin pre-commit skriptida yozilgan outputni biza ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Boshqa hamma ixtiyoriy hooklarni ham xuddi shu tarzda yozishimiz mumkin.